O'zbekiston akkreditatsiya markazida farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi sifat menejmenti tizimlarini sertifikatlashtirish organiga berilgan tegishli akkreditatsiya guvohnomasini tantanali ravishda qabul qilib oldi. Mazkur guvohnoma milliy sertifikatlashtirish organining malakasi, mustaqilligi, xolisligi va sifat menejmenti tizimlarini professional darajada baholash bo'yicha texnik tayyorgarligini tasdiqlaydi. Farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazining sifat menejmenti tizimlarini sertifikatlashtirish organi davlat akkreditatsiyasidan muvaffaqiyatli o'tib, belgilangan tartibda faoliyat uchun tegishli guvohnomani rasmiylashtirdi. Ushbu natija mamlakatimizda farmatsevtika sohasida sifat va xavfsizlikni tartibga solish tizimini xalqaro talablarga mos ravishda takomillashtirish yo'lida amalga oshirilayotgan izchil islohotlarning mantiqiy davomidir. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tibbiy buyumlar muomalasini tartibga solishni takomillashtirishga qaratilgan 137-sonli farmonda belgilangan vazifalar ijrosi doirasida markaz tomonidan tibbiy buyumlar sifatini ta'minlash bo'yicha xalqaro yondashuvlarni joriy etish, tartibga solish mexanizmlarini kuchaytirish va ishlab chiqaruvchilar faoliyatida yagona talablarni shakllantirishga qaratilgan kompleks ishlar amalga oshirildi. Farmondagi muhim vazifalardan biri sifatida O'zbekiston texnik jihatdan tartibga solish agentligi Sog'liqni saqlash vazirligi bilan hamkorlikda O'zbekiston milliy standarti ISO 13485-2025 ishlab chiqildi va joriy yilning 30-oktyabrdan amaliyotga tatbiq etildi. Mazkur standart mamlakatimizda ilk bor tibbiy buyumlar ishlab chiqaruvchilarning sifat menejmenti tizimlariga yagona normativ talablarni belgilab, xalqaro ISO 13485 amaliyoti bilan to'liq uyg'unlashtirilgan bo'lishi bilan alohida ahamiyatga ega. U tibbiy buyumlarning sifati, xavfsizligi va global raqobatbardoshligini oshirishda muhim strategik hujjat sifatida xizmat qiladi. Bugun O'zbekiston akkreditatsiya markazida bo'lib o'tgan uchrashuv davomida ana shu standart talablarini amaliyotga joriy etish bo'yicha muhokamalar o'tkazildi hamda farmatsevtika mahsulotlari xavfsizligi markazi direktori sifat menejmenti tizimlarini sertifikatlashtirish organiga berilgan akkreditatsiya guvohnomasini tantanali ravishda qabul qilib oldi. Bu respublikamizda tibbiy jihozlarni muomalasini tartibga solishdagi juda ham katta ahamiyatga ega bo'lgan yo'nalish bo'lib, birinchi bo'lib shu bizning farmatsevtika mahsulotlar xavfsizligi markazi ushbu yo'nalishda sertifikatlashtirishga huquq sifatida shu akkreditatsiya doirasidan muvaffaqiyatli o'tdi. Bu birinchi o'rinda albatta mahalliy ishlab chiqaruvchilarimiz uchun hamda xorijiy kompaniyalarni O'zbekiston Respublikasida sifatli, xavfsiz va bezarar tibbiy jihozlarni ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Mazkur guvohnoma milliy sertifikatlashtirish organining malakasi, mustaqilligi, xolisligi va sifat menejmenti tizimlarini professional darajada baholash bo'yicha texnik tayyorgarligini tasdiqlaydi. Shuningdek, akkreditatsiya jarayoni ILAC va IAF xalqaro tizimlari bilan hamkorlik qiluvchi O'zbekiston akkreditatsiya markazi tomonidan amalga oshirilgani, milliy sertifikatlashtirish organi tomonidan beriladigan sertifikatlarning xalqaro maydonda ham tan olinishiga keng yo'l ochadi. Mazkur akkreditatsiya farmatsevtika bozori ishtirokchilari uchun sifat boshqaruvi sohasida yagona, barqaror va xalqaro talablarga moslashtirilgan tizimni shakllantirishda muhim bosqich bo'lib, mamlakatimizda tibbiy buyumlar xavfsizligini ta'minlash, ishlab chiqaruvchilar faoliyatini modernizatsiya qilish va global standartlarga mos raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish bo'yicha keng ko'lamli islohotlarning amaliy samarasini ifodalaydi.